Aziz mehmonlar, agar ruxsat bersanglar, hozir ko'pchilik onalarimiz shunday chiroyli imkoniyatlar bo'lyapti. Haj safarlariga, umra safarlariga borib kelmoqdalar. Ana shu Baytullohning mo'jizalari haqida keltirilgan bir chiroyli voqeani sizlarga taqdim etmoqchiman. Albatta yoqimli ishtaha tilaymiz. Hammamizga ma'lum va mashhur hozir teleekranlarda namoyish etilmoqda hukmdor Usmon, muhtasham 100 yil, Kosim sultonlarini ko'ryapmiz. Ana shu Usmoniylar sulolasi Arab imperiyasiga, islomiy davlatlarga xalifa bo'lgan ekan, dunyoni boshqargan ekan. O'sha Usmoniylar sulolasining qarorgohi Baytullohning old tarafida bo'lgan ekan, omborxonalari esa ort tarafida bo'lgan ekan. Bir kun oshpaz oshxonada go'sht qolmasdan xizmatkorga buyuribdiki, borib omborxonadan go'sht olib kelgin deb. Haligi xizmatkor omborxonaga borib, omborxonadan qassobdan go'shtni olib, tezroq qaytaman, yo'lim yaqinroq bo'lsin deb Baytullohning ichidan o'tib ketaman deb, shunday Baytullohning ichiga kirsalar, Xudoy taoloning imkoniyati bilan Baytulloh xoli ekan, odam oz ekan. Haligi xizmatkor ham bunaqa bo'lishi mumkin emas edi. Xudoy taolo menga nasib qildi deb haligi qo'lidagi go'shtni qo'yniga tiqib, Baytullohni tavof qilib, Hajrul Aswadni o'pib, maqomi Ibrohim bilan Hajrul Aswadning o'rtasida 2 rakat namozni o'qitdi-da, saroyga qaytib kelibdi. Saroyga qaytib kelib, haligi oshpazga go'shtni berib, ortlariga qaytib ketibdilar. Oshpaz go'shtni to'rg'ab, har qachon qozonda qovursa ham go'sht pishmasmish, qip-qizil turarmish. Suv solib qaynatsa ham go'sht pishmasmish, qip-qizil turarmish. Boshqa masalliqlar ezilib, kuyib pishib ketsa ham go'sht pishmasdan qip-qizil turarmish. Shoyat tushlik payti bo'lib qopti, vaziri olim kiribdi. Podshohning qorinlari ochdi, tushlik tayyor bo'lib qopmi desa, haligi oshpaz aytar ekanki, vaziri olim qarang, mana shu go'shtni har qachon qo'rdim yog' bilan pishmayapti, qip-qizil turibdi. Suv solib qaynatdim, pishmayapti, qip-qizil turibdi. Mana shu masalliqlar ezilib, kuyib ketdi, lekin bu go'sht pishmayapti, sababini bilmayapman desa, vazir farmon beribdiki, mol boqqanni chaqir, qassobni chaqir, xizmatkorni chaqir, qassobni chaqir, hammasini chaqir debdilar. Mol boqqan turarmish. Vazir olim, halol boqdim, halol ichirdim, halol yedirdim, harom luqma bermadim, menda ayib yo'q, men bilmayman debdi. Haligi qassob ham aytar ekanki, mana shu insondan oldim, halollik bilan, bismillah bilan so'ydim, menda hech qanaqa ayib yo'q, men bilmayman desa, haligi go'shtni olib kelgan xizmatkor aytar ekan. Vazir olim, ayib menda, hamma ayib menda. Nimaga ayib senda desa, shu omborxonaga bordim, go'shtni oldimda qaytayotib shu yo'lim yaqinroq bo'lsin deb Baytullohning ichidan o'tib ketaman deb, shunday Baytullohga qadam qo'ysam, Xudoy taoloning inoyati bilan Baytulloh xoli ekan, odam oz ekan. Shu ana shu imkoniyatni Xudoy taolo menga nasib qilib qoldi deb, qo'limdagi go'shtni qo'ynimga tiqib, Baytullohni tavof qilib, Hajrul Aswadni o'pib, maqomi Ibrohim bilan Hajrul Aswadning o'rtasida 2 rakat namoz o'qidim. Shu paytda mana shu go'sht meni qo'ynimda edi deganda, vazirning ko'zidan yosh chiqib ketgan ekan, azizlar. Vazir olim, nimaga yig'layapsiz deb savol berishganda to'planganlar, nimaga yig'lamay? Shu Baytullohni tavof qilib, ibodat qilib turganda insonning yonida turgan bir parcha jonsiz go'shtga Xudoy taolo bu dunyoni o'tini harom qilib qo'ygan bo'lsa-ki, biz musulmon bo'lib turib, dinimizni qabul qilib turgan bo'lib, muhabbatli bilan, ixlosli bilan ana shu joyda ibodat qilsak, Xudoy taologa nido qilsak, Xudoy taolo sizni bizni hech qachon jahannamning o'tida kuydirmaydi degan ekan. Azizlar, ilohim hammamizga ham, sizlarga ham, ana shu to'y egalariga ham ana shunday chiroyli joylarda ibodat qilib kelishlik, hamma yurtimizni, mahallamizni haqiga duolarda bo'lishlik nasib ro'z aylasin.